Burgut. Burgut yirik yirtqich va o'troq qush bo'lib, u asosan ochiq kengliklarda yashashga moslashgan. O'zbekistonda Ustyurt yassi tekisligi, Janubiy Orolbo'yi, Qizilqum cho'li, tog'li hududlarda uchraydi. Dunyo bo'ylab esa Janubiy Yevropa, Markaziy Osiyo, Janubiy Orolbo'yi kabi hududlarda tarqalgan. Bu qush hozirgi kunda zaif, ya'ni soni borgan sari kamayib borayotgan tur hisoblanadi. U tabiatda kamyob bo'lib, ma'lum hududlardagina mahalliy holatda uchraydi. Ayrim turlari o'troq, doimiy bir joyda yashaydigan, ayrimlari esa uchib o'tuvchi hisoblanadi. Tasvirdagi cho'l burguti kuchli qanotlari va o'tkir changlari bilan ajralib turadi. Ular juda balandda uchib, yerdagi o'ljasini uzoqdan ko'ra oladi. Cho'l burguti tabiatdagi hayvonlar sonini tartibga solib turadi. Uning soni kamayib borayotgani sababli u alohida muhofaza qilinadigan qushlar ro'yxatiga kiritilgan.